Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi darvozamiz Namangan viloyati Norin tumani Noyintepa bekatida bo'ladi. Ko'rib olishadi. Qaysi mahallada Hoji buva? Boybo'y mahallamiz bo'ladi. Hoji buva Xudo xohlasa o'zlari nevara qildilar menga. Bu birinchisi emas. Uchinchi ishimiz Hoji buva bo'lgan. Oldin bitta darvoza berganmiz qizlariga. Bu ikkinchi darvoza o'rtasida berdik. Inshaalloh chiroyli kelib o'tadi. Endi 310, balandligi 315. Bir qavatli bo'ldi. Juda bejirim chiroyli kelib darvoza chiqdi. Gap yurgan qism inshaalloh orqalari tekis. Ikki stenada yondorlari 28 profil, qadam 28 yildan foydalandik. Hoji buva darvoza yoqdimi? Keling bitta duo qilib qo'yingchi. Mana Hoji buva. Aytganingizcha Hoji buva rozi bo'libsiz. Kamik ustiga Xudo xolasa xizmatdamiz bundan buyon. Rozi bo'lganda birinchi aytmasin. Yana eshitilarga hurmatli obunachilar, qo'rqmasdan murojaat qilishlaring mumkin. Mabodo men ba'zi bir sabablarga ko'ra kelmay qolishim mumkinligi voqeda yoki poytaxt bo'lib qolyapmiz. Sherigimiz bor, Otabek janoblari. Mana bo'ronlar sherigimiz. Akamiz yoki ukamiz bilan. Ukamiz albatta. Bemalol ishonib murojaat qilishlaring mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hammaga kuzatishda davom eting.